Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min valah. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyh Halifele Tarihi namlı kitabıda Abbasilerin 37. halifesi Mustahsin Billah'nınki hayatını tanıştırıyordu bizge. Bugünkü bu dersimizde Xavarizm Şah'nın aynı vaqtida Moğol savdogarlarini aldışı, ularga xiyonet qilishi yoki bo'lmasa ularni va'dasiga vafo qilmaslikda. Andın Xavarizm Şah'nınki vafoti haqida bizga bir ma'lumot sunmoqchi. Xavarizm Şah'nınki bir ona taraf tog'isi bo'lib, bu Mavra'an Nahr shaharlarga naib vanken, ya'ni muavin vali. Bu adamninki 20 ming dona chavandoz bor ekan. Bu balkim tarixdagi o'tgan Inalbek bo'lsa kerak. Bu adamning sal nafsi bu Moğol savdogarlarining mal dunyosiga ko'z chiqib qopti-da, och ko'zlik bu yerda. Sultonga xat yozib, sultonning ma'qulligini olmoqchi. Yolg'on yovdaq so'z orqali. Bu xatda mundaq debdi. Bu xalqlar savdogar siyoqida kelibdi. Bularning maqsadi mush davlatimizga jasuslik qilish. Agar menga bir ruxsat bergan bo'lsa bular haqida debdi. Degandikan ma'qul deb endi bir ehtiyot qilish haqida ruxsat beribdi. Biroq bu Inalbek ularni qo'liga olibdi, ularning mol dunyosini musodir qilibdi. Shu oraliqda Chingizxonning elchilari Xavarizm Shohga kelib mundaq debdi. Sen savdogarlarimizga omonlik bergan, lekin sen hozir yolg'on aytding, oldiding. Bu xiyonat, gollamchilik bir qabih qilmish. İslam padişahından bundan sodir bo'lsa, texmi qabih debdi. Demak, bu islomiy adab qoida usullar, islomiy axloqlarni Chingizxon yaxshi tadqiq qilgan, bilgan deyishga bo'ldi bu gapni. Agar sen mening tog'am mushta mening xabarim yo'q qilib qopti deb qarasang, undaqda bu tog'angni bu valini bizga topshirib ber. Unda bo'lmasa, sen bizning nima qildig'imizni albatta sen cho'qim bilsa va ko'rsa deb xat kelibdi. Shuning bilan Xavarizm Shohning aqli sal bu yerda izib, sal qo'rqinchi qoplabdi-da. Shuning bilan texmi yolg'ondan kuchaygan bo'lib, elchilarni o'ltiringlar deb o'ltiribdi. Ya'ni qo'rqqan bo'ltiri mush ko'tarar degandek. Fayalaha min haraka dedi. Ama Suyuti dedi, bunun qilgan bu qilmish nima degan battar dedi. Jaloliddin Suyuti. Bunun o'tdagan bir tomchi qiniga dedi. İslam dünyasida musulmonlarning bir sel ulab qanaqdi. Bir 400 adam bu savdoga, 400 adamning badliga necha million odamning qin to'kildi. Shuni demoqchi Jaloliddin Suyuti. Ondan Chingizxon Xavarizm Shoh tarafga askar elib otlanibdi-da. Xavarizm Shoh Ceyhun daryosidan o'tib Nishapurga qochib kelib oldi tizlam. Endi Ceyhun daryosi ayni vaqtida hamda shu Turk bilan Turan ili bilan İran ili, Fars ilini orasidagi cho'ng bir chegara. Hozirgi Afg'oniston bilan O'zbekiston oralig'idagi Termiz tarafdagi rayonlar bu Ceyhun. Ondan Tatarlar Moğollardan qo'rqib Maraja Hamzonga berib olibdi. Maraja Hamzon hozirgi Ironda bu ya. Düşmanlar bunu tarafdan qistab qoplabdi. Uning atrofidagi butun askarlarni o'ltiribdi. Faqat Xavarizm Shoh o'zilam qutulib qopti. Oxiri shu yerdagi bir orolga suv kechib bir orolga berib olibdi. Shu orolda buningga bir beqin, ya'ni bir ichki kasal qoplabdi-da buni. Shu vaqtda yigona yolg'iz qo'g'langan holatda o'libdi. Hatta o'zidan bo'lgan kichik bir yutqan ko'p qilib yotadigan bir paxta raqqa kepellanibdi. Mana bu 617-yil bo'lgan voqeati. Xavarizm Shohning butun mamlakatlari Chingizxonga qopdi. Septul Javzi degan tarixchi mundaq deydi: Tatarlar, Mo'ng'ullar Mavran nahrda 615-yil paydo bo'lgan deydi. Ular Buxoro va Samarqandni aholisini o'ltirib bu ikki shaharni egallab olgan. Xavarizm Shohni muhosir qilgan dedi.
Onun keyin bular O'standan o'tgan, yani Ceyhun daryosidan o'tgan. Xavarizmshah ayni vaqtida Xurason shaharlaridagi turli podshohlarni o'ldirgan. Shuning uchun Mo'ng'ullar hamda u vaqtda podshohlar o'lib bo'lgandan keyin Xurosonning qadimgi podshohlari, chunki men Mo'ng'ullar Chingizxonlik qilishdan burun butun Xuroson elini, Iroq, Ajam mushtara mushanniki podshohlarini bu Xavarizmshah o'ldirgan. Hatto Iroqchi, Bag'dodchi bu odam ta'sir qo'zg'ab, shu yerda xirs qilib kelgan. Hamda Chingizxon qarshi chiqadigan hech qanday podshoh yo'q-da. Bu chunki burun podshohlarni o'ldirib bo'lgandan keyin. Shundan bu Mo'ng'ullar shaharlarda asir elib, odam o'ldirib, azvaylab ketishdi dedi. Hatto bular mushiri Amazon, Qazaveyn degan yag'chilik yetib keldi. Odamlarni surgun qilib, sur to'qay qilib keldi dedi. İbnül Asir rahmetullahi aleyh El-Kamil fit Tarih namlı kitabida mundaq deb tasvirlagan bu hadisni. Mo'ng'ullar hadisi tarixdagi eng ig'ir hadislardir. Tarixda o'tgan eng ig'ir musibatlardan dedi. Yilda tarixda bo'lib bakmagan. Bütün xaloyiqlar umumi kelgan bo'lsa, bu balay afat musulmonlarga xos kelgan. Agar bir odam masalan Allah subhanahu wa ta'ala dünyani operati qilib hozir qadar bundaq bir sınaq bilan musulmonlarni sinamagan desa, albatta buning gapi rost. Tarix buningga o'xshaydigan hech qanday bir musibatlarni beshidan o'tkazgan emas. Tarixchilarning eng bayon qilgan ishlaridan yana ba'zilar deydi, baxtinsir Bani İsrail qavmini Baytul Maqdisda ezgan deydi. Bunun ait ig'ir aladi. Ey, bu Baytul Maqdis degan nima bu shahar? Bir kichik bir shahar. Bu la'natgardirlar islom poytaxtlarida, islomiy shaharlarda ilib bo'lgan xaroblikqa nisbatan Baytul Maqdisning xarobligi hech gap emas. Bani İsrailning o'limi boshqa musulmonlarning o'limiga nisbatan hech gap emas dedi. Mana bu hadisninki bu hadisning uçqini taraf-taraflarda uçqan. Ziyon balası hammayani qoplagan dedi. Bütün shaharlarda dedi. Shamoldagi keyingi bulutdaq laylab yurgan bu balay afat. Bu qavm Xitoy tarafdan chiqib dedi, Turkiston diyorlarini kezib, Qashqar, Balasag'un taraflarini istila qilib, ondan keyin Buxoro, Samarqandga yurish qilgan. Samarqand, Buxoro ahlini yo'qotib, bu shaharlarni egallagan. Ondan bulardan bir toifa guruh Xuroson tarafga atlangan dedi. Xurosonning podshohlarini o'ldirib, davlatlarni xarob qilib, odamlarni o'ldirgan. Ray Hamazon Iroqning chegirlarigacha besib kelgan. Ondan Ozarbayjon taraflarga bular hujum qilgan dedi. Ozarbayjon va atrofdagi shaharlarni bir yilga qolmagan ahvol ostida bular xarob qilib aholisini yo'qotgan. Bunda avval tarixda yuz berib boqmagan. Ozarbayjondan Daraban Charvonga borgan. Bu hozirgi shu Balqon taraf, shu Georgiya, masalan, Armeniya mushtaraflar bu asosan. Ondan Dog'iston taraflar mishan demoqchi. Bu taraflarni egallagan Daraban hozir asosan shu Armeniya tarafda, Armanistonda. Bu shaharlardan Lan, Laks shaharlariga kezib o'tgan. Bu shaharniki hozirgi o'rnini ham topolmadim, ammo bu o'rinlar asosan shu Balqon rayonidagi rayonlar, Dog'iston, Checheniston, Armeniya, Georgiya mushtarafdagi rayonlar bu asosan. Bu yerda odam o'ltirib, nurg'on odamlarni asir ilishdi bo'ladi dedi Mo'ng'ullar. Ondan Qipchoq shaharlariga, Qipchoq hozirgi shu Qozog'istonniki tam shu Sibiriya tarafgacha bo'lgan orliqlar dedi. Bu Qipchoqlarmi turklarninki soni jihatda xili odam soni ko'p odamlar edi dedi. Qarshi sug'onlarni o'ltirdi, qog'ali qochib ketdi. Tatarlar Qipchoq shaharli Qipchoq dalalarini egallab oldi.
Yani bir taife buladın. Çünkü o vaqtida bu Chingizxon Buxoro Samarqandni ep bo'lgandan keyin odamlarni necha bo'lakka avatgan. Bir tarafini Xorasan tarafga, bir tarafini Qipchoq dalasi, masalan, deganga o'xshash. Bularning bir bo'lki G'azna va G'azning atrofidagi shaharlarga hujum qildi dedi. Sijiston, Karman bu yerdami qilmishlarini qilib, ig'ir baloy ofatlarni tug'di. Mana bu quloq anglab boqmagan ishlar bu. İskender dünyani egallagan bilan bunchalar tezlikda egallamagan. 20 yilda egallagan bilan odam o'ltirmagan İskender. Boshqalar masalan o'zini qulchilik bildirsa yoki taatmenlik bildirsa darhol qabul qilgan. Mavlar, Mo'g'ullar dedi. Dünyanın odam soni nupusi eng ko'p shaharlarni, engovat diyorlarni bir yilga yetmay egallab bo'ldi. Moğollarning izi tegmagan diyarlar qo'rqinchidan bular qachon kelar deb davomli andish bilan yashatdi dedi. Bularning safarda ochliq to'likka, oziq to'lik yordamga hojati yo'q odamlar edi dedi. Qo'yi billa, kalis billa, eti billa, tugisi billa dedi. Go'shini yeydi, sutini ichidi. Oziq o'zi bilan bir hech kendidan bir yordam kelamiki, ochliq kelamdiki deydigan mandaq ümitli emas bular. Otları dedi. Qish vaqtida yani ko'lab to'qi bilan ash o'simliklarning yildizini yeydi dedi. Apını ko'rib boqmagan bularning otları. Ularning diyonati quyosh chiqqanda quyosh saydi qiladi dedi. Hech narsani harom qilmaydi, cheklamaydi. Hamma hayvonotlarni, hatto odam go'shtlarini yeveradi dedi. Ular to'y, nikoh degan narsani bilmaydi. Bir ayolga nechisi keladi deb mushtaq tasvirlangan. Bu Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhiniki Mo'g'ullarga bergan ayni davrdagi bahosi. Bu Mo'g'ullarning qilmishi qargan vaqtida hozir bizning beshimizga kelayotgan musibat buni tasvirlagisiz. Bizning osmondan, yerdan, hamma yerdan masalan bizga hech qanday bir chiqish yo'li yo'q. Mo'g'ullar davrida mashar qochib ketsa bo'ladi. Yani tikrivası bo'ladi masalan. Odam izi yetmaydigan yerga berivasi bo'ladi. Ya bugungi kunda unda emas. Bizga nisbatan kelayotgan azob musibat bu Mo'g'ullarga nisbatan elbette vaqtida necha ming hassa uni tasvirlagisiz. Tatar Mo'g'ullarning Bag'dodni besish haqida 656 yil bo'lgan vaqtda bu hamda Chingizxon o'lib, Chingizxondan keyingi podsholar taxtga chiqib, hamda O'lakuni qaytadan avatishi. Bu hamda islom dunyosida ikkinchi qatimliq besishim va 656 yil bo'lgan vaqtida Tatarlar, Mo'g'ullar Bag'dodga yetib keldi dedi. Bularning soni 200 ming. Bularning bosh qo'mondoni O'laku. Xalifaning askari ularga qarshi chiqqan bo'lsa-mu, askarlar yengildi. Chunki askarlarning ma'naviyati nihoyat ojiz. Ondan Al-Qamiyning tufaylidan nurg'un askarlar qisqartirilgan davlatda. Shu vaqtida deyilishicha Bag'dodda 600 ming askarlar bor ekan. Chingizxonlar toza O'rta Osiyoni besayotgan paytlarda. Shu 600 ming askarning soni bular kemaytib shu orduni saqlaydigan, Bag'dod poytaxtini saqlaydigan askarlar ojiz askarlar qilib qolgan. Ular Bag'dodga shu yili Ashura kuni yetib kirdi dedi. Vazir Allah la'nat qilsin buningga, yani bu Al-Qami degan rafizi Musta'sim billaga ular bilan chiroyli yarishib, tinch holatda muomala qilishga maslahat berdi. Hatta xalifaga mundaq dedi: "Men ularning qishig'i chiqib, men bu sulib tuzib kiray" deb chiqib, o'zi ulardan aytdi, hujjat, vasiqa, to'xtamlarni yozishib, xalifaning qishiga qaytib kirdi. Şu vaqtda nemili bo'lsin, Bag'dodniki odam soni ko'p. Bag'dodniki askariy kuchi yana xilili bor, shundoq bo'lsa-mu. Agar qarshi chiqqan bo'lsa, ya sharaf bilan shaytulab o'ladi. Hech bo'lmadi deganda bu Bag'dodni taslim qilgandan keyin bu kelgan baloy afat bo'lmasligi mumkin. O'zining sharafi bilan, izzati bilan o'lgini, jihad bilan o'lgini
ming yaxshi emasmi? Hatta bu mandaq deb kirdi-de bu Alqami. Padişah deydi, aya Olakun demekçi. Özünün qizini oğlunuz Emir Abu Bakir'e yatlık qilishni xohlaydi ekan. Sizni xilofat mansabida qoldirmoqchi. Xuddi Rim podshosini o'z saltanatida qoldirgan o'xshash. Ayni vaqtida Seljuk Rimlarni mushular egallagan. Bularnimi Seljuqlarnimi masalan shaklda qo'choq podshoh qilib qo'yib boj versa taatmenlikni bildirsizlar ma'qul deganda shuni o'xshatmoqchi bu yerda. Onun maqsadi sizin hech qanday ishingizga aralashmaydi, ta'sir ko'rsatmaydi. Faqatla bo'ysunsangiz bo'ldi. Xuddi ajdodingiz Seljuk sultonlariga bo'ysungan o'xshash, mush Holako'ga bo'ysunsangiz, sizni yana xalifati qoldirib qo'ymoqchi. Qo'shinini elib ketmoqchi dedi. Mevlana xalifimiz buningga ma'qullik bildirgan. Bu orqali musulmonlarning qinni saqlab qola oladi. Buningdan keyin o'zing xohlagan ishni qila oladi. Deb maslahat bergandan keyin oxiri maslahatimiz Holako'ning oldiga chiqqan bo'lsangiz dedi. Ma'qul deb davlatningki kattalarini elib Holako'ning oldiga chiqib bir chidirga tushdi. Ondan vazir kirib faqihlar, davlat arboblari kattalarni chaqirib, mana mushu to'xtamga bir hozir bo'lsin dedi. Bag'doddan nurg'un odamlar chiqishdi dedi. Ammo afsus ularning kallasi kesildi. Türkümlep her qaysi davlat arboblari bir-biridan chiqishga boshladi. Ularning hammasining kallasi kesildi dedi. Hatta uyadagi ulamolar, amirlar, hojiblar, davlatning cho'ng rahbar kattalari hammasi o'ldirildi. Ondan bu ko'rik so'zaldi debdi. Belki bu Bag'dodga kiradigan ko'rik bo'lishi mumkin va yoki mushu kinoylik gap bo'lishi mumkin. Bag'dodda qilich chap qilindi. Bag'dodda bu odam o'ldirish voqeasi 40 kun, 40 kech kunduz davomlashdi dedi. O'lganlarning soni milliondan ortiq. Faqat quduq, o'stan, eriqlarga mo'kinib olgan, gamilar kirib olgan odamlar ham qutulib qoldi. Xalifini bu yerda tip o'ltiribdi desep. Bir narsa yo'q gap o'zing gilamlarga. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi shunaq deydi. Uni belki ko'mmidi o'g'ay deydi. Dafn qilinmadi o'g'ay. O xalif bilan birga nurg'un xalifining bolalari, tog'ilari o'ltirildi. Ba'zilar asir elindi. İslam tarixida bundaq balay afat tarixda yuz berib bakmagan deydi. Biroq Vezir Alqamining xohlagan murodiga yetkizmedi Holako. O Tatarlar tarafidan nurg'un xo'rliqlarga, izlishlarga uchradi. Bunun kunimi uzun davom etmedi. Uzun müddet o'tmaylan bumi xorliq ichida o'lgan. Bu Bag'doddagi bu xalifiningki hayotini, bu Holako'ning izishlari, buni o'qsak odamningki badallari shirkinib ketadi. Buni El-Kamil fit Tarix nomli kitoblarda va uningdan boshqa İbn Kesir'nin tarix kitaplarından ko'proq o'qib olganimiz yaxshi. Bugungi darsimiz mushagicha davom etgay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.